Oh. Tinchlikmi dada? Ne kayfiyatingiz yo'q? O'g'lim. Dam olgani ketyapman, lekin nimagadir yuragim g'ash. Sizlardan xavotirdaman. Dada, bizdan xavotir olmang. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Of. Mana qara. Ukang ishiga unaqa jiddiy qaramayapti. Kechiz bilan o'sha bezori o'rtoqlari bilan birga yuradi. Onang esa odamlarning gap so'zi, odamlarning gap so'zini o'ylab, inson ko'nglidan ustun qo'yyapti. Dardi fikri anu qizni haydab borsa. Dada, mayli. Siz hech narsani o'ylamasdan bemalol borib kelavering. Men shu yoqdaman-ku. Bir yo'lni o'ylab toparman. Nima qilamiz endi? Qara, sanamchi tezroq men kelguncha Nafosa bilan yarashib olgin. Oralaringda bilmadim nima qoramushi o'tgan. Senlarni ajratishga hech kimni kuchi yetmaydi deb o'yladim. Chunki Humoyun ozmi ko'pmi biz bilan birga yashadi. Axir uni ham odam sog'inadi, ko'rgisi keladi. Kerimcha o'g'lim, iltimos. Yarashinglar. Hop. Ukangdan ham ko'z quloq bo'lib turgan, hop. Xo'p, dada. Yana bir narsani boshlab yurmasin. Xo'p, tushundim, dada. O'g'lim, senga ishonaman. Hop. Xo'p, dada. Hop. Erkin aka, tura qoling, endi kechga qolasiz. Qayerga ham kechga qolardim. Boradigan joyimiz aniq-ku. Nonushta ham tayyor bo'lib qoldi. Voy, nima ayniga narsa yeb qo'ydimmi? Kechadan beri ko'nglim ayniydi. Erkin aka, turdingizmi? Erkin aka? Hozir. Singlim, yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Bu yog'iga endi o'zingizni asrashingiz kerak. Xo'p. Homilangiz 3 haftalik. Rivojlanishi ko'z tegmasdan yaxshi. Hozir hammasini sizga bafurja yozib beraman, singlim. Lekin ketishda registraturada qizlar bor, o'shalardan olasiz, xo'p? Rasmga olsa bo'ladi? Albatta bo'ladi. Oling, Rahmat. Unda men ketaversam bo'ladi? Bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat. To'la o'qisangiz bo'ldi qizlarga. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'ling. Erkin aka, yaxshimisiz? Qayerdasiz? Tinchlikmi, ko'chada edim. Bugun uyga vaqtliroq kelishga harakat qilasizmi? Gaplashib olmoqchi edim. Nega tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tinchlik uyga kelganingizdan keyin aytaman. Ish masalasi. Yaxshi. Xo'p. Xo'p.
Xullas, oldin ham sizga aytgandim. Biz siz haqingizda ma'lumot olish uchun kimdir bilan bog'lanib turishimiz kerak. Ya'ni birorta yaqiningiz bilan. Nima deysiz? Mayli, doktor. Bu xabarni men o'zim aytmoqchiman. Uyimdagilarga. Mayli, xohishingiz. Lekin xabarni aytishingiz bilan bizga ham ularni raqamini berishingiz kerak. Men sizni tushundim. Yana oldingizga kelaman. Siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga, doktor. Salomat bo'ling. Nargiz, Kenaya. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Nima ishlar qilib yuribsiz? Shu 2-3 kundan beri holsiz yurgandim. Shunga ko'rikdan o'tayotgandim. Ha, yo'q. Issiqdan bo'lsa kerak. Bosh aylanish, ko'ngil aynish, bu uyqu kamligi hammasi menda ham 2 oydan beri takrorlanyapti. Ye? Balkim yangilik bordir, Kenaya? Yo'q. Qayerdan? Yuring xonamga gaplashib o'tiramiz. Siz bu yerda ishlamaysiz-ku, Kenaya? Bu yerga yaqinda keldim. Mayli, Kenaya, unda boshqa safar. Hozir tezroq uyga bormasam Erkin akam xavotir oladilar. Bo'ldi. Xo'p, mayli. O'zingiz ehtiyot qiling, ko'rishamiz. Xo'p. Salomat bo'ling. Xayr, xo'p. Xo'p. Rostdan ham homiladormikinman? Lekin Doniyor akam bilan yashamayotganimga salkam 2 oy bo'ldi. Balki bir tekshirib ko'raychi. Manda nima ketdi? Gapirmaysizmi? Nimani? Axir o'zing yozding-ku, gapim bor deb. Mayli, unda birinchi bo'lib men gapiraman. Xo'sh, Sizga sovg'am bor. Uysiz ko'ra qoling. nimani rasmi bu? Nimaga o'xshayapti, Erkin aka? Bilmasam. Hazillashyapsizmi? Rostdan tushmadingizmi, Erkin aka? Shoshma. Men ota bo'lamanmi? Ha, Erkin aka. Hazillashmayapsanmi? Nimaga hazillashaman? Romantikani dabdalasini chiqardingiz. Yo'q, hech ham. Apparatingiz aldamaydimi? Yo'q, hech unaqasi bo'lmaydi. Chunki ko'rinib turgan narsa bu bachadon bo'shlig'ida homila turibdi. Homilani hatto
O'lchamlarini ham o'lchadik. Mana 1,5 santimetr 8 haftaga to'g'ri kelyapti. Bu 2 oylik. Hattoki mana yurak urishini tovushlarini ham o'lchadim. 160 turyapti. Qanaqa qilib bu vaqtgacha sezmaganman bilmayman. To'g'ri savol. Bo'ladi, ba'zan sizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'lib turgan bo'lsa kerak, shunga chalg'ib qolgansiz. Bo'ladi, bo'lib turadi bunaqa holat. Shuning uchun ham siz sezmagansiz. Necha yildan beri farzand ko'rmagandim. Ha, Balki balkim shunga o'sha sababi ham shu. Aslida sizda o'zgarishlar bo'lgan, har xil siz sezmagandirsiz. Bu narsa odatdagidek qabul qilib, siz yana e'tibor bermagansiz. Mana shuning uchun ham 8 haftalik 2 oylik homiladorsiz. Shunaqa. Rahmat sizga opajon. Voy, rahmat demang, nimaga rahmat deysiz? Ikkalamiz bitta joyda ishlaymiz. Endi bundan buyon har doim meni ko'rigim nazoratimda bo'lib turasiz. Tez-tez uchrashib turamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Erkin aka, birinchi bo'lib sizga aytdim, xursand emasmisiz? Nega xursand bo'lmayman? Men rostdan ota bo'lamanmi? Ha? Rostdan. Yes. Bilasanmi, men tasavvur ham qilmagandim bu narsani. Kutmagandim to'g'risi. Qachon doktorga borishga ulgurding? Hozir o'sha yerdan kelyapman. Zo'ru. Aniqmi? Qizmi, o'g'ilmi? Shoshilmasingizchi. Adashmayaptimi? Yo'q, Xayolimga hamma narsa kelyapti-da hozir. xursand bo'lsangiz bo'ldi. Nega xursand bo'lmayman? Mayli, unda men uydagilarga ham xabar bering, chunki birinchi bo'lib sizga aytdim. Ularning xabari Xo'p, yo'q. xo'p. Xo'p. Alo, oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Hammasi zo'r. Oyi, sizga bitta zo'r yangiligim bor. Xo'sh, aytsam nima berasiz? O'zingiz ayting. Nima berasiz? Xo'p, unda aytaman. Oyi, yaqinda siz nabirali bo'lasiz. Oyi, xursandmisiz? Qarang, qanaqa zo'r yangilik. Voy, rahmat oyi. Oyi bo'lmasam dadamga aytmang, men o'zim aytaman, xo'p? Zo'r syurpriz qilib beraman. Xullas dadam ham nabirali bo'ladilar. Shunaqa yangilik oyijon. Mayli, oyi bo'lmasa dadamga SMS qilib yozaman. Suvchini kartasini tayyorlaylar. Xo'p, mayli, xayr. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keldingizmi Erkin aka? Qayerda edingiz? Nonga chiqqandim. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Akam qamab qo'yishibdi. Nimaga? Xabarim yo'q. Hozir Rinoyim telefon qilib aytdilar. Menga qara, Humoyunni topib olishgan deyishganda. Balki shunga bo'lsa kerak. Yo'q. Menimcha unaqa emas Erkin aka. Chunki kechagina ko'rgandim. Bu haqda hech narsa demagandilar. Nima qilmoqchisan endi? Borib kelasanmi? Bilmadim. Bu yerda kutib o'tirsam aniq portlab ketaman. Siz bormaysizmi? Boraman men ham. Sen boraver, bo'lmasa men ishxonaga 1-2 soatga borib kelay. Unda men tayyorgarlik ko'ray, siz o'zingizni nonushta qilib olarsiz, a? Bo'ldi, xavotir olma. Xo'p. Alo, Alo, Nargiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? yaxshimisan qizim? Ha, rahmat. Akam oldinlardamisiz? Ha, men hozir chiqdim. Men ham kelib qoldim, oyi. Yo'q, kelib o'tirma qizim. Akangni oldiga baribir kirgizishmayapti. Nega? Bilmadim. Yuristimiz shu yerda qoldi.
Biror bir yangilik bo'lsa aytadi. Sen uyingga boraver. O'zim xabar beraman senga. Xo'p, oyi. Biror yangilik bo'lsa, xabar bering iltimos. Xo'p qizim. Xo'p. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen gapiryapman, qurbaqa. Nima jimsan? Nima qilyapsan bu yerda? Manga qara. Tushunmadim. Faqat mani xayolimga kelgan ish bo'ldimi? Nima kirasan xonamga? Suv olib kelib berdim, baqirurdingiz. Oyingiz bilmasinlar deb olib kelib berdimman. Nimaga qochib ketmaysan? Kuchim yetmadi, harakat qildim. Ahmoq, ahmoq. Shu yetmay turuvdi. Voy. Manga qara. To'g'risini ayt. Aytyapman-ku, suv olib kelib bergan deb chaqirdingiz. Oyingiz bilib qolmasinlar deb suv olib kirdim. Birdan tashlanib qoldingiz. Eshikni qulflab qo'ydingiz. Shu yetmay turuvdi. Manga qara. Sen o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech narsani o'ylama. Bu narsa oramizda qolishi kerak. Nima? Mani taqdirimchi? Mani kim o'ylaydi? Hech kimga hech narsa etmasang, taqdiringga hech narsa qilmaydi. Hammasi shunaqa oson deb o'ylaysizmi? Men oyingizga borib aytaman. Jinnimisan, oyimga hech narsa dema. Nima qilasan oyimga aytib? Aytyapman-ku. Bu narsa oramizda qoladi. Tamom, assalom. Bu yo'g'ini men o'zim hal qilaman. Sen xavotir olma. Hal qilasiz? Nimani hal qilasiz? Axir hamma narsani hal qilib bo'ldingiz. Madina, quloq sol. Men sen aytgan hamma ishni qilaman. Nima desang roziman. Qancha desang beraman. Faqat bu gap hech qayerga chiqmasligi kerak.
Alo. Alo, Madina. Eshitaman, tezroq gapiring. Xo'sh, qizim ishlar qalay? O'zi kecha ko'rishgan bo'lsak, yarim kunda qanaqa ish bo'lishi mumkin? Qizim, men senga ishonaman. Ha, senga yana bir ish bor. Qanaqa ish? Xullas, firmaga ishga kirishing kerak. Nima? Bunisi osh tushdi lekin. Sen avval shu ishga kirishni harakatini qilasan. Bu yog'iga marramizga yaqin qoladi. Ha, tinch bo'lsanglar bo'ldi. Qachon qaytadigan bo'ldingiz? Hozircha bitta rejalar bor. Kelganga yarasha shu ishlarni hal qilib ketdingizda. Bo'ldi dadasi. Xo'p. Hop. O'zingiz ehtiyot qiling. O'g'lim, Nabiyona, Mayli, sizlar ham ehtiyot bo'linglar. salom ayting dadamga. Jasur salom aytyapti sizga. Salomat bo'lsin. Bo'pti, xo'p. Hop. Qayerga ketyapsan? Shu ishga borib keling, xabar olib. Nonushta qilmaysanmi? Yo'q, oyi. O'sha yerda qilarman. Qornim ochgani yo'q. Bo'pti. Faqat ko'zingga qarab yur, bolam, xo'pmi? Mayli, oyi. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti. Charchamang. Manga qara. Oyimga cho'rqatma, tushundingmi? Xo'p, lekin shartim bor. Oppo, nima shart? Meni ham firmangizga ishga olib kirib qo'yasiz. Sani esing joyidami? Iloji yo'q. Yo'qmi? Bo'pti unda. To'xta. Xo'p, men ishga borib kelay. Keyinroq xotirjam gaplashamiz. Yo'q, hech ham. Hozir olib ketasiz. Buni iloji yo'q. Bo'pti. Shoshma. To'xta. Bo'pti, oyim bilan gaplashing. Boring. Hozir. Xo'p. Oyi. Boya, aytaman deb esimdan chiqib qopti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Haligi. Madina. Madinaga nima qildi? Yo'q, tinchlik. Xavotir olmang. Ishxonamizda faroshimiz 3 kundan beri ishga chiqmayotdi. Xonam ham ozgincha changib ketgandi. Shuning uchun Madinani o'zim bilan olib ketmoqchi edim. Tozalab kelsin demoqchi edim. Boshqa ishchi chaqir. Endi boshqa ishchi olish uchun akamdan ruxsat olish kerak. Qog'ozbozlik, bir kun uchun bosh og'riq. O'z mashincha qo'yapti ishlar. Bir kunga boradi, keladi. Bo'ldi. Mayli. Faqat ehtiyot bo'lgin-da undan. Yana birovga gullab yurmasin, Jasurni xotiniman deb. O'sha yoqlarda adashtirib kelsang ham mayli. Xo'p, oyi. Charchamang. Yaxshi o'tiring. Xayr. Yaxshi borib kelgin. Xo'p.